en şirin o'tgan demlerin. Assalomu alaykum hurmatli aziz do'stlar. Biz bugun ajoyib yelat bo'lgan Kegeler rayonida xizmat qilamiz. Ya'ni aytganda Kegeler rayonlik xalq umlendirish bo'limiga qarashli Burungi Qumqo'sha atындagi hozirgi 5-sinf o'rta maktabda bundan 20 yil bo'lgan. Ya'ni aytganda 1994-1995 o'quv yilini tavsiya tamomlagan qizlardan bugun ana maktablarga ayda ustoz shakil uchrashuv kechasi. Yig'ilamiz biz bugun kechimizda ustozlar men shakillarning Aytayıq jinalan küvüzlarım, qaydası jaslıqda o'sgan do'stlarim. Sağındım sizlerdi klassdaşlarım, sağındım jaslık yıllarım. Aytayıq jinalan küvüzlarım, qaydası jaslıqda o'sgan. Marhamat 2004-2005 o'quv yilini bitirgan yigit qizlarni marhamat kutib olaylik.